Bu qahraton sovuqlarda issiq yurishingiz uchun kurtkalar aksiyada 109.900 so'm. Men bu bo'layotgan sovuqlarni aytmasam ham o'zingiz har ko'chaga chiqqanda sezyapsiz. O'zingiz ham stilni, komfortni, issiqqina, ham yomon kiyinasiz, o'g'aga to'g'rimi? Aynan siz xohlagan shunaqa kurtkalar aksiyada kiyib olib, yengilgina issiqqina bo'lib yurasiz. Hammadan ajralib, boshqacha kiyinib yurishingizdan xabarim bor aka. Lekin bu kurtkalarning ichidan o'zingizga yoqqanini aniq topa olasiz. Lekin razmeringiz tugab qolishi mumkin, tez ulgurib qoling. Qulay va sifatli poyabzallar umuman shok narxda. Atigi 119.900 so'm. Maksimum qulay Eva padoshdan ishlangan aka. Balandligini ko'ryapsizmi? Umuman zavq o'tkazib yormaydi. O'zi sizni hamma narsani originalni, aslini kiyish yaxshi ko'rishingizni bilaman. Bu ham ichidan tortib ustigacha toza, sifatli ko'shidan ishlangan. Kiyib olib maza qilib yurasiz. O'zi bularning sonlari ko'p emas, lekin qo'ldan kelgancha hammaga yetkazishga harakat qilamiz aka. Siz ham ulgurib qoling. Aksiya 24-dan 27-yanvargacha Battinning hamma filiallarida bo'lib o'tadi. Battin sifatli kiyim qimmat degani emas.